Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Bo'riya. Videoni yarmidan qo'yyapman, chunki boshidagi video zapis qilganim o'chib ketibdi. Sizlardan uzr so'rayman. Akmal jigarimiz bilan IVVga kun bermadik yana, xo'rladik, bir ikkitasini zo'rladik. Video boshlanmasdan oldin videoga like bosib qo'yinglar, hali qizig'i oldinda. Ko'rishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Chaqarron. Chaqunayni sikiy chiq. Chaqarron. Anayni sikiy. Ko'ryapsizlar, shunaqa geylar ham ko'payib ketgan o'yinda. Qiz bolani ikkita ochib olib turib, hammasiga insof bersin. Chiqadi-yu, o'zi hozir chiqadi-yu. O'tira olmaydi-yu yoqqa xonada. Chiqamatku-da. Qiz bola-yu, endi qiz bola endi ko'tini. To'xtayni sikiy, to'xta. To'xtayni sikiy. Ko'ryapsizlar, Akmal quvib ketdi uni. Kelinglar naql. Kelinglar. Ay. 12 bola geldi. Shu yerda IVV bilan ikkalamizni bluetoothimiz ulanib ketdi. Ikkalamiz ham kishallab qo'ydik bir-birimizni. Seni tukaman. Sen ben bilen bo'ladi. Ki. Borni kirib chiq. Tekramız bunu. Keyin jigarimiz oldiga kelamiz. Jigarimizni bu yoqqa olib kelamiz keyin. Jigarimizni keyin pöyk. Bo'ldi. Tak. Duvanimda
Bo'ri emas suvga uch ketasizlar ham mashinadan tushib qolasiz. Ekran zapisiz bor. Qarang, uch ketasizlar ham tushib qolasiz. 1, 2, 3. Ko'ryapsizlar, vallahi biznes bo'ldi. Mashinadan tushmoqchi bo'ldim, tushib bo'lmadi. Siz zo'rlaganim uchun ham Biz buni cho'ktirmoqchi edik YBF'ni. O'shanga sakramoqchi edik, tushib qololmadik. Shuning uchun birga tushib ketdik suvga. Sam salar yarashuradi. Kecha meni bog'ladinglar, kecha meni ikki marta qamadinglar, bugun ham qamoqchi edinglar. O'tinni olaman dedimmi? Qamandimmi? Aytganimni qildimmi? Endi o'rlanib uydan kirib ketasiz endi. Biza kecha bo'ri ikkalamiz bilan qamadinglar. Biz ham qamab bo'lganda edi, tiqib tashardim bir 100 soatlarga. Eshityapsizlar, bolalar, Akmalni jostki alami qolib ketgan bularda. Kattalar kecha zo'rg'a tutdi. Chiqishni imkoni bo'lganda 100 soatga tiqaverardim deyapti. 120 ta bo'lib bo'lgani xipirjon ketdik bo'ri ularga e'tibor bermanglar itlarga. Bolalar, video shu joyida tugaydi, chunki Akmalni ozgina ishlari chiqib qoldi. Hammadan obuna, layk kutib qolaman. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlarga haddishi rahmat.